Ibrohim Halil Yo'ldoshev to'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berilmoqda va mana bu pallada 6-daqiqa hisob ochilmoqda, qadrli do'stlar. Iskandarov. Wow! Wow! Jamshid Iskandarov. Bu hafta gol ham emas. Ko'raylik. Tegmadi to'p. Balkim so'nggi pallada Javohir Abdualimovga tekkanida hafta gol bo'larmidi, lekin unga ham tekkani yo'q. Jokich yaxshi qildi. Aralashib nima qiladi? O'zi to'g'ri to'pga darvozaga qarab ketyapti. Juda to'g'ri qildi. Qaytigi boshini ozgina olib ham qochdi. Salifo o'tmadi to'p, yaxshi o'ylagandi, lekin mana bu yerda Shohnazar Norbekov keyingisi va hisob qisqaryapti. Bitta gol bilan javob bermoqda hozircha Mash'al. Toshmirzayev, Bilolxon. Mana shu lahzada tezroq to'pdan qutulish kerak ekan-a. Iskandarov. Nima uchun yo'q? Yana bir urinib ko'rar. Jamshid yo'q, bu safar boshqacharoq qaror qabul qildi. Qaytib kelyapti o'ziga to'p. Yuqoridan yetkazib beryapti. Bosh bilan zarba hisob 1-3. 58-daqiqada hisobni o'zgartirishmoqda Yovan Jokich. Mayli o'zi kiritmagan taqdirda ham Farruh Sayfiyev, keyin Iskandarov. Bu yerda ofsayd yo'q. Quvondiq Ro'ziyev bosh bilan berilgan zarba. Va hisob 1-4. Anvarjon G'ofurov, markaziy himoyachi, jamoa sardori bordi. To'g'ri, muxlislarning oldiga. Islom Sharipov zaxiradan maydonga tushgan futbolchi, G'ofurovning yonginasida edi, qo'rqilib turganda uning o'yinchisi edi. G'ofurov 2 qadam 3 qadam oldinga qarab yurganda negadir qolib ketdi. Hali to'p yetib kelgungacha G'ofurovga qarshilik ko'rsatsa bo'lardi.